Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Fman HD. Bugun ko'rib turibsizlar, videomizda takoy mana 600 coinsimiz bor va bitta free potovga, mana bu YouTube potovga imkoniyatimiz bor. Kylian Mbappe chiqdi. Oh, mana bu reytingga qaranglar, 96. Ay, 103 bo'ladi deb eshitdim, qayerdadir ko'rdim ham. Balkim montajdir, bilmadim, lekin 102 bo'ladi chunki bizda Capello trener. Xo'sh, reytingini ko'ramiz. 88, 87, 89, 87 normal driblinglari va ataka qilishlari yaxshi va realizatsiyasi ham yaxshi. Skor uskaringiz Dver, Dildar ham zo'r, double touch bor eng muhimi va Danildo ham bor, bu ham kerak va Niko Schlotterbeck ekan, uzr. 191 bo'y Narshivaniya. Hozir statistikasini ko'ramiz. Oh, normal himoya statlari va tezligi ham bo'ladi. Va Vitinha. Hat-trick qilgan Vitinha. Hat-trick Mbappe ham qildi, to'g'ri. Hali Boster bilan 90 dan oshib ketadi bu narsalar. Juda zo'r dashtalanishi. Unchalik emas, tezligi normal, double touch ham bor bunda. Va Noni Madu aka, bu shunda primoyda ko'rdim-da, bu bolani bor, u Bavariyaga yevordi, Bavariyani. Gapi, yevormadi, oshirib yubordim, to'g'ri. Oshirib yubordim, yevormadi-yu, zo'r o'ynadi. Ko'rsalar yaxshi. O'zim Barsachiman. Barsaga gol qo'ydi loki. Estivao, Winger, mashi kerak bizga. Mbappe bilan shu kerak. Bunga juda qiziqyapman lekin. Realizatsiya bor, tezliklari yaxshi va qolganlari mayli. Asosiylarga kirib qo'yamiz. Lukman, buni ham statistikasi zo'r, juda zo'r. Jimenez menga tushdi. Bu ham statistikalari yaxshi ekan. O'yinda hali o'ynab ko'rmadim. Va qolganlari bizga kerak emas. Xo'sh, bolalar, bismillahirrohmanirrohim deb bitta bosamiz va Kylian Mbappeni beradi Konami. Qani ketdi. Birinchi urinishimiz Niko Schlotterbeck tushyapti. Normal. Okey, pakkichiga kirib olamiz. Mbappe Vitinhani yonidagi o'yinchi tushibdi bizga. Davay, bitta burnim bilan bosib olmayman. Ancha bo'ldi burnim bilan bosmaganimga. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Bitta Mbappeni berib yuborarmidi? Va bu kim bu? Soch telpe. Vitinhami? Хорош, Vitinha, хорош. Normalniy chiqdi, normalniy. Endicha pakchi ekranimizda birinchi qatordan ikkita o'yinchi tushdi. Zo'r kelyapti omadimiz. Ikkita imkoniyatimiz bor. Xudo xolasa ushlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kylian Mbappe qani ketdi. Va bu Noni Madu aka. Yaxshi, o'ng qanot tushdi bizga Noni Madu aka. Bitta urinishimizda qoldi. Bolalar qaranglar, sizlarga qarab turib ochaman, qaranglar. 1 2 3 ketdi. Kim? Jimenezmi? Jimenez, Jose Maria Jimenez. Okey, bu pak bo'ldi, ochish mumkin emas. Yaxshi o'yinchilarni ushlaydi lekin, to'g'risi hammasi mana Schlotterbeck 100 bo'lish kerak. Vitinha 101 menimcha. Madu aka 100, Jimenez 101. Okey, endi bu pakka o'tamiz. Neymar Junior. Tojsiz qirol qaytdi bolalar. Potovda ancha bo'ldi. Yil bo'ldi ko'rmaganimga becharani. Va Isak kerak, Olmo kerak, Yildiz kerak, Tiaf kerak. Birinchi qatordan tushsa Luboy kerak lekin ikkinchi qatorga tushmasa bo'ldi. Statistikasini keyinroq tushuntirib o'taman. Ko'rsatib o'taman. O'yinchi tushib olgandan keyin. Neymar Junior bittasi mak balla. Statistikasini ko'rib olaman. 90. Wow. Statistika zo'r, tezligi ham ancha yaxshi chiqibdi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Neymar Junior yoki Yildiz yoki Isak rasmdagi uchalasidan bittasi. Va bu bizda Dani Olmo. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Yana bitta go. Yildizmi? Yaxshi. Хорош. Kenan Yildiz. Bizda bor ikkita zo'r o'yinchi oldik. Potovda omad shokolad kelyapti. Bitta Mbappeni bermadi-da. Qani Aleksandr Isak. Bismillahirrohmanirrohim. Neymar bera qolsin. Neymar ko'proq kerak. Va bizda bu Malik Tiaf bo'lish kerak. Ha, Malik Tiaf, to'g'ri. Okey. Himoya duosi tayyor.
Ketdi. Mana hozir ko'ramiz ichidan kimlar tushganini. Birinchi qatordan tushdi menimcha adashmasam. Birinchi qatordan tushdi. Hamma o'yinchi gap bo'lishi mumkin emas. Endi komandaga qo'yishni boshlaymiz sostavga. Bolalar akkaunt ko'rib olinglar, nima deyapti? Naveschilar qotilman u naveschilarda. Bu yoqqa qo'yamiz. Qani bo'lmasam divizion matchga go bolalar. Birinchi o'yinimiz boshlanish arafasida. Hozir sizlarga cho'tki bitta obzor qilib beraman degan umiddaman. Kettu, Qani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Berdilar qani go. Kylian Mbappe, Lewandowski, Lamine Yamal. Thiago gap yo'q. Vitinha. Gap yo'q. Va birinchi golmi? Xarosh. Kenan Yıldızdan birinchi gol emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Xarosh. 1-0, 0-1. Yutyapmiz. Ketdi Lewandowski. Lamine Yamal. Desam, olib qoldirib qo'yatdi birtamiz. Vitinha ketdi. Vay oldirdi. Mayli, nicho. Okey. O'tdi, vay. Mayli. Vitinha. Voy, nimaga bo'lmayapti zam, Offside. Golmi? Gap yo'q. Offside deb o'ylanmanman lekin bor. Yetib keldi Costa Curta gap bo'lishi mumkin emas. Phil Foden. Gol oldik. Oldik deb o'yladim. Endi точно oldik. Voy, pas oxirida o'tmay qolganini-chi. Pas o'tmay qolganini-chi. Thiago voy. Gap yo'q, Thiago hozir. Patkat berdi boru. Gap yo'q Thiagoga. Malik Thiago. Oldi Milanda o'ynadi. Milanda ham 3 yil pot kartasi bor. 100 ham. 100. Bu oddiy pot. Va ketdi. Kim? Yaya Ture. Va yo'q, Berlin. Madueke to'g'ri ochilibki, mana Mamutga to'g'ri ochilibki. Urvorasan shundoq jinni, ahmo. Yopamiz, olamiz. Jigarim olamiz. Vay, o'tib ketmoqchi edim dribling qilib oddiy. Ketdi Vitinha raid. Vay! Oxirgi kirib urmoqchiman shu Vitinha bilan iminni. Oxiriga kirib ham bor-u. Ketdi, gap yo'q. Vitinha ham o'lmoqmi? Ketdi bir. Vay! Dribling qilolmayapman bor-ku. Dribling qilolmayapman. Chiqib ket. Xarosh. Ursam bo'lardi bor-u Vitinhadachi. Pas berib ham ursam bo'lardi. Vay. Mayli. Xato ochildi, Yıldız bor-u. Xato ochildi, juda xato ochildi. Ketdi mana. Xarosh, Schlotterbeck. İki 0. Xarosh Yıldız. 2 urdimi Yıldız? 2 gol Yıldızdan gap bo'lishi mumkin emas. Yıldız urdi adashmasam ikkinchi golni. Birinchi gol ham Yıldız urdi menimcha. Tag'in bilmadim. Gap yo'q, Yıldızda gol bor. 2 gol bor Yıldızda. 0-2 birinchi o'yinimizda. Xarosh ketdi. Ture. Ol. Pas. Voy, qotdi, nima bo'ldi?